Fikr qonuni biznesning birinchi kodi. Bu dars biznes kvant yaratish sistemasi, birinchi modul, birinchi dars. Darsning maqsadi shunday: biznesmenda ishlaydigan yashirin fikr mexanizmini ochish. Chunki biznesdagi barcha natijalar fikrning sifati bilan boshqariladi. Fikr, vibratsiya, chastota, kvant kod, materiya, natija. Biz shu formulani amaliy tizimga aylantiramiz. Fikr qonuni nima? Fikr oddiy o'y emas, fikr yaratadigan buyruqdir. Biznesmen fikrlagan har bir fikr quyidagi jarayonni ochadi. Avval fikr paydo bo'ladi, keyin tasvir, keyin his, keyin vibratsiya, so'ng materiya shakllanadi. Oxirida natija yuzaga chiqadi. Bu jarayon hech qachon to'xtamaydi. Siz fikrlayotganingizda biznesingiz ichida tizimlar yaraladi. Fikr biznesning ichki motoridir. Biznesmen ongida 3 xil fikr mavjud. Birinchisi ongli fikr. Bu siz bilib o'ylaydigan narsalar. Masalan, bugun bitim qilaman, yangi strategiya kerak, jamoani kengaytiraman. Bu fikrlar kam ta'sir qiladi. Ikkinchisi ong osti fikrlar. Bu siz sezmaydigan, lekin biznesni boshqaradigan ichki kodlar. Masalan, pul xavfli, ko'p mijoz charchatadi, tez o'sish yo'qotish olib keladi. Bu fikrlar kuchli ta'sir qiladi. Uchinchi qatlam energetik fikrlar. Bu fikrlar so'z aytilmagan bo'lsa ham sizdan taraladi. Ular kuch, ishonch, qo'rquv yoki ambitsiya sifatida seziladi. Natija ana shu 3 qatlamning jamlanishidan hosil bo'ladi. Fikr qonunining asosiy tamoyillari. Har bir fikr vibratsiyaga aylanadi. Hech bir fikr yo'qolmaydi. Kuchli fikr kuchli oqimni ochadi. Kuchsiz fikr sekin natija beradi. Ichki fikr sifati tashqi mijoz sifatini belgilaydi. Fikr qochib ketmaydi, u biznesga yopishadi. Fikr kuchaysa, biznes kuchayadi. Fikr qisqarsa, biznes qisqaradi. Biznesmendagi yashirin fikr bloklari. Xavfsizlik fikri. Masalan, ko'p daromad xavf degan ichki e'tiqod, bu pul oqimini to'sadi. Men tayyor emasman degan fikr, bu strategiyani parchalab yuboradi. Tezlik xato keltiradi degan fikr, bu mijoz oqimini sekinlashtiradi. Ko'p mijoz ko'p muammo degan fikr, bu biznes o'sishini to'xtatadi. Pulni ushlab turish qiyin degan fikr, bu pulni sizdan uzoqlashtiradi. Kuchli biznes fikrlari. Men yarataman, bu kvant buyruq hisoblanadi. Pul oqimi menda ochiq, bu pulga tortish signali. Mijozlar menga oson keladi, bu rezonans kodidir. Men katta sig'imni ko'tara olaman, bu o'sish tezligini oshiradi. Tezlik men uchun xavfsiz, bu biznesni yangi bosqichga ko'taradi. Amaliy mashq. Fikr kodini tekislash mashqi. Birinchi qadam, eng ko'p takrorlanadigan fikringizni yozing. Masalan, pul kelmayapti. Ikkinchi qadam, shu fikr tanangizda qayerda sezilayotganini aniqlang. Ko'krakda, qorin sohasida yoki yelkada. Uchinchi qadam, shu fikrni quyidagicha ayting. Bu mening fikrim emas, bu eski filtr. To'rtinchi qadam, o'rniga yangi fikr o'rnating. Pul oqimi menga ochiq. Beshinchi qadam, 3 marta chuqur nafas oling. Agar tanadagi og'irlik pasaysa, kod o'zgara boshlagan bo'ladi. Yakuniy kalit. Fikrni boshqargan inson biznesni boshqaradi. Biznes tashqi strategiyadan emas, ichki fikr maydonidan o'sadi. Bu dars butun sistemaning birinchi qonuni, eng asosiy poydevor. Tavsiya etilgan tovush chastotasi 528 Hz. Bu yaratish va kodni yumshoq o'zgartirish uchun juda mos. Agar bu kodeks sendagi vibratsiyani yoqqan bo'lsa, obuna bo'l.